50-daqiqada Vinicius gol urdi, raqs tushdi va o'sha lahzadan boshlab o'yin futbol emas, global mojaro maydoniga aylandi. Lekin hammasidan ham o'yindan so'ng Mourinyoning gapi juda oshib ketdi. Assalomu alaykum. Bugun Estadio da Luzdagi bahsli voqeani chuqur tahlil qilamiz. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu kanal futbolni fakt va mantiq asosida tahlil qiladi. Viniciusning golidan keyingi nishonlashidan so'ng Gianluca Prestiani bilan og'zaki tortishuv yuzaga keldi. Braziliyalik futbolchi darhol hakam François Letexierga murojaat qildi. O'yin 10 daqiqaga to'xtatildi. Kylian Mbappe esa Prestiani 5 marta maymun deganini eshitganini aytdi. Prestiani esa Instagram orqali bayonot berib, bunday haqorat bo'lmaganini, Vinicius noto'g'ri tushunganini ta'kidladi. UEFA tergovi davom etmoqda. Ya'ni hozircha yakuniy hukm yo'q. Ammo bu voqeani haqiqiy global bahsga aylantirgan shaxs Jose Mourinyo bo'ldi. U 85-daqiqada hakam bilan keskin bahsdan so'ng qizil kartochka olib maydonni tark etdi. Lekin asosiy rezonans o'yindan keyingi intervyuda yuz berdi. Mourinyo bir nechta pozitsiya bilan Prestianini himoya qildi. Birinchi argument, bu har bir stadionda sodir bo'ladi. Uning fikricha, Vinicius ishtirok etgan deyarli har bir o'yinda shunga o'xshash mojaro chiqmoqda. Ya'ni u masalani individual epizod emas, takrorlanadigan hodisa sifatida ko'rsatdi. Ikkinchi argument, Benfica tarixi. Mourinyo klub afsonasi Eusebio qoratanli bo'lganini eslatdi. Uning mantiqiga ko'ra, tarixida shunday buyuk qoratanli futbolchi bo'lgan klub irqchilik bilan bog'lanishi mumkin emas. Uchinchi nuqta, nishonlash uslubi. Mourinyoning aytishicha, bunday gol urganingizda hurmat bilan nishonlaysiz. Ya'ni u Viniciusning raqsini vaziyatni alanglatgan omil sifatida ko'rsatdi. Lekin bu yerda mantiqiy savol tug'iladi. Eusebioning buyukligi alohida haqiqat. Ammo bu fakt alohida bir epizoddagi ehtimoliy haqoratni avtomatik ravishda inkor qilmaydi. Irqchilik klub tarixiga emas, konkret harakatga qarab baholanadi. Yana bir muhim jihat bor. Mourinyo o'zi faoliyati davomida provokatsion nishonlashlari bilan tanilgan. 2010-yilda Inter bilan Camp Nou'da Barselonani mag'lub etgach, u maydon bo'ylab yugurib, qo'llarini yayib nishonlagan. 2018-yilda Manchester United bilan Turinda g'alaba qozongach esa, tribunaga qulog'ini tutib, muxlislarga eshitmayapman degan ishora qilgan. O'sha paytda bu harakatlar emotsiya va xarakter sifatida qabul qilingan. Bugun esa futbolchining raqsi global mojaroga aylandi. Shu nuqtada asosiy savol paydo bo'ladi. Bu haqiqiy irqchilik muammosimi yoki provokatsiya va emotsiyaning chegarasi haqidagi bahsnimi? Mourinyo vaziyatni sovutishga harakat qildimi yoki aksincha Vinicius qayerga borsa muammo chiqadi degan xavfli narrativni yanada kuchaytirdimi? 85-daqiqadagi qizil kartochka maydondagi epizod edi. Ammo uning intervyusi butun voqeani boshqa darajaga olib chiqdi. Bu yerda kim xato qildi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.